Opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Astanovka orqasidagi dommidi? Ha, shu dom. Bo'l, sekin tushursangiz bo'ladi. Men kirib kelyapman. Shu yetganingizda. Pul olib keldingizmi? Ha, dollar qilib olib beraman. Tushuring. Bo'ldi, xo'p, qolshaman. Ha. O'rtoqlar, opamizani 80 ming dollar kredit chiqarib berdi opamizga. Dollar kerak dedilar. Shundan dollar qilib olib kelyapmiz. O'rtoqlar, agar sizlarga ham navbat shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, nomer qoldiraman, telefon qo'rasida. Garoviyozga turarni o'tiradi. Toshkent shahar, Toshkentning ayrim joylaridan qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Opa, tuzumsiz, charchamayapsizmi? Mana 80 ming dollar pulingiz. Yaxshiligingizni ishlating, sanoatingiz bo'ladi bemalol. Shu yetganimda dollar qilib olib beryapman. Buni chiqarib berdinglarmi shunda? 2 kunda o'rtoqlar valyutni kredit oldilar. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqasizlar. Bosinglar gazini. Rahmat ko'p.